Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Bugungi videoda Alan Bekimning stick figure, ya'ni stickmenlari haqida bo'ladi. Albatta, bu mavzularning barchasi meni Telegram kanalimda albatta o'ta bemalol yuklab olishingiz mumkin. Xo'sh, birinchi bo'lib shunaqa stick figurlarni olamiz. Bu klassik aslahalarda qatorda bo'ladi va mana shu yerda ko'rinmas bo'ladi. Bu ishlamadi demanglar, shunchaki shunaqa ko'rinadi va mana shu kravat degan bo'limida ular shunaqa transform degan buyum bo'ladi. Buni ezib tursanglar, ekranga ezib tursanglar shunaqa bo'lim ochiladi. Bu yerda xohlagan stikmalarga aylansanglar bo'ladi. Mana o'tirish effektlari va yugurish hammasi o'zida bor va yugurish, sakrash va uchishda nimagadir bak bo'lib qoladi, uni bilmadim. Ular shunaqa bak bo'lib, qandaydir qanotda yozib, ular shunga o'xshab qoladi. Va men hozirlarga ko'rsataman qanday olib tashlashdi. Mana shu Doraemon stickman degan joyi bor pastda. Shuna bosasizlar, yana bossanglar, shunaqa o'zlaringiz skinnerlarga qaytib qolasizlar. Va hozir mana shunaqa stent qo'yasizlar, ya'ni aslaha qo'yadigan nimani va shuni ekib qilasizlar. Va shunaqa bo'lib ekib bo'lib qoladi, ya'ni kiyilib qoladi shunaqa bo'lib. Mana ko'rib turganingizdek shunaqa bo'ldi. Va buni ishlasanglar bo'ladi, maza qilib o'ynashinglar mumkin, o'zinglar stickmanga aylanib. Xullas, tomosha uchun rahmat. Sizlar bilan birgalikda men Rulo bo'ldim.